Anlayatqanlar Azad Şərq Türkistan Radiosu xəbərləri. Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Bu haftalık xəbərlərimizdə aldı bilən Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgündü hökuməti tərəfindən Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının müstəmləkəçilikni tügütüş alaydı komitetiga sunulğan tarixi ərznamə haqqında toxtalımız. Onundan keyin Xitay Amerika ve Xitay Rusya münasebetleri, bulupmu Beijing'nin köp kutupluk dünya stratejisi ve Xitay'nın kelgüsü texniki cəhətdə çoğ səkrəb ilgirləş dairəsində Şərq Türkistan'da qurulubatqan yeni stratejilik bazı toğrusida xəbər berimiz. Ahırda bolsa, Gollandiya parlamentinin Xitayning chegara alqıgan bastırış siyasetiga qarşı küçlük qadam tashlag'anligi. Shundaqla Uyg'ur faoliyatchisi Abdurahim G'anining bu yil Danhaq shaharlik hukumat binosida Xitoy bexatarlik xodimlari tarafidan zo'rliqqa uchrashidan keyin bu voqeaning Gollandiya jamiyati va siyosiy sohada qanday kuchlik norozilik qo'zg'aganligi haqidagi xabarimizni anglaysizlar. Qanamsa deyqtanlar bu haftalık xəbərlərimizin təfsili məzmununda bolsun. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündü hökuməti və Sharq Turkiston Milli Hərəkəti Sharq Turkiston masalasını faqat insan haqları masalasi emas, balki mustamlikachilik və öz taqdirini o'zi belgilash huquqi nuqtasidan BDT'ga rasmiy arz sungan. Bu Xitayning Sharq Turkistondagi hukmronligini BDT sahnasida tunji qatim bevosita mustamlikachilik deb qonuniy ramkada munozaraga ilib chiqqan qadam bo'lib qoldi. 25 betlik bu arznamada Sharq Turkistonning 1949 yili Xitoy tarafidan qurolliq besib ilinganligi, bu zamin xalqining hech qachon erkin ravishda o'z taqdirini belgilash fursatiga erishmaganligi, shundaqla yaqinqi yillardagi keng ko'lamli tutqun, majburiy emgak, tug'ut cheklash, madaniyat yo'qotish va bolalarni oilasidan ayirish siyosatlari tafsili tilga ilingan. Arznamada yana Xitoyning Sharq Turkistondagi hukmronligini mustamlikachilik va ishg'ol qilish deb bekitishni, BDTning Sharq Turkistonni o'z taqdirini belgilay zimin qatoriga kirgizishini talab qildi. Arznamada tövandagi jinoyatlar tafsili tilga ilingan. Yüz minglagan, hatta milyonlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning lagerlarga qamalishi, majburiy tug'mas qilish va bola tushirish siyosati, 1 milyonga yaqin bolaning ota-onasidan ayirib davlat tarbiyasiga ilinishi, keng ko'lamlik majburiy emgak o'tkishi, a'zolarni majburiy elib olish jinoyati va Uyg'urlarning til, din, madaniyat va milliy kimligini yo'qotishga qartilgan siyosatlar. Arznamada BDT Kişilik Hukuk İşxanasının 2022 yıllık doklati Amerika hükümeti ve bir qancha g'arb parlamentlarının erkiy qirg'inchilik deb bekitgan qarorlarimi naql qilingan. Arznamada BDT Kişilik Hukuk İşxanasının 2022 yıllık doklati Amerika hükümeti ve bir qancha g'arb parlamentlarının erkiy qirg'inchilik deb bekitgan qarorlarimi naql qilingan. Arznamada yana BDT'ga 8 turlik rasmiy talab sunulgan bo'lib, jumladan Sharq Turkistonni mustamlika zimin deb tizimlash, Xitoyni ishg'olchi va boshqaruvchi kuch deb bekitish, Sharq Turkiston xalqining mustaqillik va o'z taqdirini o'z belgilash huquqini e'tirof qilish va Xitoyning C24 komitetidagi manfaat to'qinishini tekshirish qatorliqlar bor. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündü hükümeti reisi Dr. Məmtimin Əla bayanatida 80'den artıq dövlət mustamlikachilikni tugutish ramkasida mustaqil bo'ldi. Bugun Sharq Turkiston xalqi BDT oldida o'xshash huquqni talab qilmoqda dedi. Shuningdek, Sharq Turkiston Milliy Harakati raisi va Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündü hükümeti tashqi ishlar ministri Salih Hudayar Uyg'ur erkiy qirg'inchiligining yiltizi Xitoyning mustamlikachilik ishg'oliyatida xalqimizning hayot qilishining birdan-bir kapolati mustaqillik va o'z taqdirini o'zi belgilashdir deb bildirdi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgündü hükümeti reisi Dr. Məmtimin Əla ve Sharq Turkiston Milliy Harakati reisi Salih Hudayar boshchiligidagi bu qadam muhojiratdagi Uyg'ur siyosiy harakatining yaqinqi yillardagi eng jasoratli etilgan qadam va eng qonuniy asosga ega harakatlarning biri deb qaralmoqda. Kuzatuvchilarning qarashicha, bu arznoma darhol natija bermasimi, ammo Sharq Turkiston masalasini ichki ish ramkasidan chiqarib, mustamlikachilik va xalqaro qonun doirasiga ko'tarish jihatda nihoyat zo'r tarixiy ahamiyatga ega.
Radiomiz nomidan bu arznamani sungan munosabatli tashkilot rahbarlari bilan aloqalashib, maxsus suhbat ilib berishga tirishgan bo'lsakmi, xabarimiz tayyorlangan qadar ulardan rasmiy javob kelmadi. Shundaqdimi biz bu tarixiy voqeaning keyingi taraqqiyotini davomli yaqindan kuzatib, BDTning bu arznamaga qachon va qandoq inkas qaytardiganligi, shundaqla xalqaro jamiyatning buningga qandoq pozitsiya tutadiganligiga doir oldimizdagi xabarlarimizda davomli iz qo'g'lab xabar beramiz. Hurmatli radio anglovchilar, Sharq Turkiston davosining BDTning mustamlikachilikni tugutish sahnasiga ko'tarilishi faqat bir siyosiy hujjatlar emas. Belki yıllardan bu yan sükut qalğan bir milletning xalqaro qonun orqali o'z ovozini dunyoga anglatish yo'lidagi yangi bir qadamdir. O'tgan hafta Amerika prezidenti Donald Trumpning Beijing ziyarati xalqaroning diqqat markaziga aylangan bo'lsa, orqadanla Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Beijingga kelishi, Xitoyning navbatdagi dunyo siyosatidagi o'rni va strategiyalik yo'nalishini yana bir qatim namoyon qildi. Kuzatuvchilarning qarashicha, bu ikki cho'ng diplomatik uchrashish Xitoyning bir tarafdan Amerika bilan raqobat va hamkorlikni bir vaqtda davomlashtirayotganligini, yana bir tarafdan Rossiya bilan ko'p qutblik dunyo tartibi qurish sabdishi bo'lishni kuchaytirayotganligini ko'rsatib bergan. Trump bilan Xi Jinpingning Beijingdagi uchrashishida Tayvan, sun'iy ahli texnika, o'zak sanoati, Eron krizisi va siyrak to'pi manbalari qatorliq nurg'un sazgur masalalar muzokara qilingan bo'lsa-mu, tamojni biji, Tayvan va ta'minlash zanjiri qatorliq asosiy to'qinish nuqtalarida hech qanday amaliy kelishim hosil bo'lmadi. Trump suhbatni intayin yaxshi deb baholagan bo'lsa-mu, ko'plagan siyosiy tahlilchilar bu uchrashishning faqat ikki davlat o'rtasidagi to'qinishni vaqtliq boshqarish xarakterida bo'lganligini, asossiz ziddiyatlarning bo'lsa, yil ham saqlanib qolganligini bildirmoqda. Bo'libmi Trumpning Tayvanga qurol setish masalasini Xi Jinping bilan tafsiliy muzokara qilganligi haqidagi so'zi Tayvanni qo'llaydigan chambaraklarda andish qo'zg'adi. Chunki Amerikaning ilgirki siyosatida Tayvanga qurol setish qarori Xitoy bilan bevosita kengashiladigan masala emas deb qaralib kelgan edi. Shuning bilan bir vaqtda Putinning Beijing ziyoratida Xitoy va Rossiya ko'p qutblik dunyo va yangi tipdagi xalqaro munosabat haqida o'rtaq bayonot e'lon qildi. Bu bayonotda ikki davlat Amerika boshchiligidagi g'arb hukmronligiga qarshi turish va dunyo siyosiy tartibini qayta shakllantirish irodasini yana bir qatim ta'kidladi. Biroq kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy-Rossiya munosabati qanchalik yaqin ko'rinsimi, u to'liq ittifoqdoshlik emas. Xitoy Rossiya energiyasiga haddidan ziyoda beqinib qilishdan andish qiladi. Shunga Sibiriya kuchi 2-liniya tabiiy gaz turbi qurilishiga o'xshash cho'ng turlar hozirgacha ehtiyotkorlik bilan olg'a surilib kelmoqda. Beijing Moskva bilan hamkorlikni kuchaytirish bilan bir vaqtda Yevropa va dunyo bozori bilan bo'lgan munosabatini saqlab qilishga tirishyapti. Tahlilchilarning qarashicha, Trumpning Beijing ziyorati bilan Putinning ziyorati o'rtasidagi eng chong farq shuki, Amerika Xitoy bilan asosliqi raqobat va savdo manfaati nuqtasidan muomala qilgan bo'lsa, Rossiya Xitoyni g'arb bisimiga qarshi strategik orqa terak deb qaramoqda. Ammo ikki ziddiyatda o'rtaq ko'rilgan nuqta Xitoyning bugungi kunda dunyo siyosatining eng muhim diplomatik markazlarining biriga aylanib qolganligidir. Kuzatuvchilar yana shuni ta'kidlaydiki, Xitoy bugun Amerika bilan bevosita to'qinishdan saqlanish bilan bir vaqtda Rossiya bilan birlikda Amerika boshchiligidagi xalqaro tartibni asta-asta o'zgartirishga urinyapti. Bunun qandaq natija beradiganligi bo'lsa, kelgusi bir qancha yildagi xalqaro kuch tangpongligining eng muhim siniqi bo'lib qolmoqda. Xitoy Sharq Turkistonni o'zining kelgusi sanoat va energiya tajriba bazasiga aylantirish qadamini tizlatdi. Xalqaro taratqularning xabar qilishicha, Urumchidan 4 soat yiroqlikdagi Sanji rayonida Xitoy g'oyat zo'r avtomatik ko'mir kon sistemasi va yeshil ximiya sanoat zanjirini barpo qilmoqda. Xabarlarda deyilishicha, Gobi qumliqida qurilayotgan bu yangi sanoat rayonida shofirsiz elektr kont avtomobillari, sun'iy aql orqali boshqariladigan qazish sistemasi va avtomatik toshish to'ri ishga kirishtirilgan.
Xitoy bu orqali bir tarafdan energiya krizisidan foydalanib, dunyo bozoridagi o'rnini kuchaytirishni, ya'ni bir tarafdan Sharq Turkistonni o'zining uzun muddatlik strategik orqa bazasiga aylantirishni nishon qilmoqda. Bunun bilan bir vaqtda Xitoyning yuqori texnika va harbiy sanoat sohasidami g'arbga bo'lgan beqindilikdan qutulish qadamini tezlatayotganligi oshkorlandi. Dokladda Xitoyning o'ziga xos motor, avionika, kontrol sistemasi va o'zak texnikasini taraqqiy qildirish uchun butun davlat kuchini ishga solishga tayyorlanayotganligi o'tirg'i qo'yildi. Kuzatuvchilarning qarashicha, bu qadam Xitoyning faqat iqtisodiy kuch emas, balki kelgusidagi jo'grafiyalik va harbiy raqobatga tayyorlik qilayotganligining signali hisoblanadi. Analizchilarning bildirishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi bu zo'r sanoat va texnika qurilishi faqat taraqqiyot nomidagi oddiy iqtisodiy plan emas, balki bu rayonni Xitoyning energiya, yuqori texnika va ta'minlash zanjiri bexatarligidagi oshqushliq qo'rg'oniga aylantirish strategiyasining bir qismi deb qaralmoqda. Bulubmu Trumpning Beijing ziyaratidan keyin Xitoy Amerika raqobatining so'g'uq urush shaklidan texmi murakkab texnika va ta'minlash zanjiri urushiga o'zgarayotganligi oshkor bo'lmoqda. Bir tarafda Xitoy o'zini jazodan saqlanadigan sanoat kuchiga aylantirishga urinsa, yana bir tarafdan Amerika Xitoyning bu ilgirilishini to'xtatish uchun iqtisodiy va texnikalik besimni oshirmoqda. Ammo diqqat qo'zg'aydigan eng muhim savol shuki, Xitoy Sharq Turkistonni kelgusidagi yuqori texnika va energiya qo'rg'oniga aylantirayotgan bir paytda bu rayondagi Uyg'urlarning siyosiy va insoniy taqdiri qanday bo'ladi? Gollandiya parlamenti Xitoy hukumatining chet ellardagi Uyg'urlarga qaratgan chegara halqagan bostirish harakatlariga qarshi sunilgan taklif loyihasini zo'r ko'p sonliq ovoz bilan ma'qullab, Xitoyning Yevropadagi besim siyosatiga kuchli signal berdi. Gollandiya parlamentidagi 150 a'zoning 116 nafari qo'llab ovoz bergan mazkur taklif loyihasida Xitoyning Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlarni qo'rqitish, tahdid silish va psixikalik besim qilish harakatlarining qabul qilg'ili bo'lmaydiganligi ta'kidlandi. Şunun bilan birga Gollandiya hukumatidan Uyg'ur jamoatining bexatarligini qo'g'dash va Xitoyning bu xil harakatlariga qarshi texmi kuchli tadbir qo'llanish talab qilindi. Bu qarorning bevosita sababi bo'lgan voqealarning biri Uyg'ur faoliyatchisi Abdurahim G'aynining bu yil Danqaq shaharlik hukumat binosida Xitoy bexatarlik xodimlari tomonidan zo'rlikqa uchrashish bo'ldi. Bu voqea Gollandiya jamiyati va siyosiy sohada kuchli norozilik qo'zg'agan edi. Denk partiyasining rahbari Stefan Van Barla parlamentda so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qarta ilib berayotgan bu xil uzun qo'lliq bostirish harakatlarining Gollandiyaning demokratik qimmat qarashlariga bevosita xiris ekanligini bildirdi. U Gollandiya hukumatini bu masalada texmi ro'shan va qat'iy pozitsiya tutishga chaqirdi. Gollandiya tashqi ishlar ministri Tom Berendsenmi parlamentda javob berib, Gollandiya ziminda hech qanday chet el davlatining faoliyatchilariga bisim ishlatishiga yo'l qo'yilmaydi deb ta'kidladi. U yana bexatarlik organlarining Xitoyning bu xil harakatlarini kuzatayotganligini va bu masalaning diplomatik ko'rishishlardimi Xitoy tarafga yetkazilayotganligini bildirdi. Kuzatuvchilarning qarashicha, bu qaror faqat Gollandiyadagi Uyg'urlar uchun emas, balki Yevropadagi barliq musofir va siyosiy faoliyatchilar uchun muhim bir qonuniy va siyosiy qo'g'dash signali bo'lib hisoblanadi ekan. Bulubmu chegara halqagan bostirish degan atalg'uning rasmiy parlament hujjatiga kirishi Xitoyning chet eldagi besim siyosatining amdi faqat kishilik huquq masalasi emas, balki davlat bexatarligi masalasi sifatida qaralayotganligini ko'rsatadi ekan. Abdurahim G'ani bu haqda to'xtalib, bu qarorning faqat o'zining emas, balki Xitoyning besimga qarshi turayotgan barliq Uyg'urlarning o'rtaq g'alabasi ekanligini ta'kidladi. U yana demokratik davlatlarning qonun va parlament sistemasining adolat yo'lida kurash qilganlarni qo'g'daydiganligini bildirdi. Siyosiy tahlilchilarning qarashicha, Gollandiya parlamentining bu qadami kelgusida boshqa Yevropa davlatlariga ta'sir ko'rsatib, Xitoyning chet ellardagi uzun qo'lliq bostirish harakatlariga qarshi texmo keng xalqaro inkoslarning shakllanishiga yo'l ochishi mumkin. Hamda bu masalalar haqida texmi cho'nqur tushunchaga erishish uchun Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazi mudiriyati raisi, mustaqil siyosiy kuzatchi va tahlilchi Nijotbek bilan elib borgan maxsus suhbatimizni diqqatingizga sunamiz.
Assalomu alaykum, hurmatli Nijotbek. Oldi bilan qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga qatnashib berganligingiz uchun radiomiz va radio anglovchilarimiz nomidan sizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Xush keldingiz. Aleyküm selam Abdusam Bey. Beni ziyaretinizle teklif kılınız için ben rahmetimi bildiririm. Nijotbek, Sharq Turkiston Jumhuriyati surgundi hukumatining BDTga sungan arznamasini qanday baholaysiz? Buni tarixiy qadam deb qarashga bo'lamdi. Bu arznamaning Sharq Turkiston mustamliki zimin degan qarashi xalqaro siyosatda qanday ta'sir paydo qilishi mumkin? BDTning bu arznamaga inkas qaytarish ehtimolligi qanchalik? So'rovingiz uchun ko'p rahmat. Albatta bu Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishida bu bir yaxshi bir ilib berilgan, to'g'ri nishonga qarata ilib berilgan yaxshi bir qadam bo'ldi deb qarayman. Bu mustamlika Sharq Turkiston xalqininki mustamlikidan ayrilib mustaqil davlat bo'lish nimasini albatta bu surgun hukumat yaxshi bir qadam ilib qildi. Buningdan 5 yil burun oldi bilan Ruqiyya Turdish xonim bir kitob yozgan Sharq Turkiston xalqining mustaqillikqa bo'lgan egalik huquqiy deyilgancha. Hmm. Bu kitobda shu nimani aytganti, shu Sharq Turkistonninki xalqaro qonun bo'yicha mustamlikadan qutulib mustaqil davlat bo'lishdiki xalqaro qonunga asoslangan huquqlarni tilga olganti. Hani buni 5 yildan buyon buni ijro qilgan bir tashkilot, bir organ yo'qdi. Bu qatim surgun hukumatninki buni qilishi, bu yozilgan kitobninki, bu akademik kitobninki ilib berilgan tunji bir qadami deb qarasak bo'ladi. Buni amaliylashtirib, normal eee, siyosiy nimaga kelganligi bu bir yaxshi bir qadam. Buni tabriklashga, olqishlashga inqirozga tegishli bir qadam bo'ldi deb qarayman. Hmm. Endi masala bu yerda BDTning bu narsasi javob berish ehtimolligi biroz tuvan bo'lishi mumkin. Chunki bu mustamliksizlashtirish komitetida Xitoy va Xitoyga bog'lanib qolgan nurg'un va Xitoy bilan munosabati yaxshi bo'lgan va bog'lanib qolgan nurg'un 3-chi dunyo ellari bor. Janubiy yarim shardagi, O'rta Sharqdagi nurg'un davlatlarchi. Bularning hammasi Xitoy bilan bo'lgan munosabati sababdan buni achqib, buni muzokara qilish ehtimolligi tuvan. Hmm. Anandan keyin buni byurokratik jihatdami bu xatni amalga nimaga achqib BDTning ustilida muzokara qilmaydi. Chunki Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga siyosiy, diplomatik, iqtisodiy munosabatlarga ta'sir yetkazishga bular parvozsizlarcha buni nima qilishi mumkin edi. Bu bir biz tanıydigan bir organ bunu o'ttirib qo'ymadi yoki boshqa bir bahona tepib buni o'tkazish mumkin. Ammo buningki yana bir foydali tarafi bor. Nima degan chog'da o'zgarayotgan bir xalqarodagi cho'ng bir siyosiy atmosfera bor. Bu Hmm. atmosferaning natijasida Xitoy bilan raqobatlashayotgan kelgusida Xitoy bilan cho'ng bir to'qinishlarga kiradigan bu cho'ng davlatlar bu xil topshirilgan bu arznamani kelgusida BDT'da bu narsani ishlatilishi mumkin. Ya'ni Sharq Turkiston xalqininki mustamlikadan qutulish haqqi bor deydigan bu narsani bunday qilib ishlatishi mumkin. Ya'ni buning tashlanishi, kitob qilib yozilishi, bu qatam BDT mustamlikalashtirish komiteti o'ttirib qo'yilishi kelgusidagi geostrategik o'zgarishlarga shu davrda Xitoy qarshi kurash qiladigan davlatlarning bir qo'liga bir qart bergandek bir ishchi endi. Yani Hmm. bizmi shu hozir bu narsa javob bermadi yoki bo'lmasa o'ttirg'a chiqmadi, javob qaytarmadi deb ma'yuslanmay, buni oldimizga keladigan fursatlarda kutib, bu narsaga tayyor turishimiz kerak. Bu Hmm. chog'da buning bir yaxshi bir unumi bo'lishi mumkin. Ammo yig'inchoqlagan chog'da yaxshi bir qadam, to'g'ri nishonga ilingan yaxshi bir qadam bo'ldi deb qarayman. Javobingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Sizga ma'lum, Trump Xitoyni ziyorat qilibli, keyindan Putinmi ziyoratda bo'ldi Xitoyda. Trump bilan Putinning orqa-orqadan Beyjingni ziyorat qilishini qanday baholaysiz? Trump Xi E, Jinping uchrashishida Tayvan o'zak texnikasi va siyrak to'pi manbalari qatorliq masalalarda amaliy kelishim hosil bo'lmasligi Xitoy Amerika raqobatining davomlashayotganligidan derak beramdi. Albatta bu bugünkü dünyanın nimesiga qarasak 2017 yildan dunyo Amerikaninki yolg'iz yetakchilik oldidan bir 3 nimaga cho'ng kuchninki ko'p qutblik dunyo tartibiga o'zgardi. Endi ma qatimqi Iran urushidan keyin
Amerika'nınki en çoğun devletlik nimisinin asasen tügep, çöküşü başlangan bir nersini körüvatımız. Yani paralel alda, mush 2026'dan tartip bugünkü güne kadar dünyadaki en çoğun devletler, Avrupa İttifakı, Amerika, Rusya, bu da hamma devletning vekilleri bu Xitoyga ziyoratga keldi. Bu yerda Xitoyning o'rnining kuchlanayotganligini bir rasm chiqdi-ku bu yerdan qarasak. Yani Hmm. Trump'ның ziyaretinde Amerika-Xitay münasebetiga qarasak, bu yerda ikkisi hem raqobat qilayotgan nurg'un sohalarda, dunyoning nurg'un yerlarida o'zaro bir-biriga raqiblik o'rnatirayotgan, ammo parallel holda ikkisining tijorati va manfaatimi o'zaro bir-biriga chasma-chas shirmishib ketgan bir munosabatni ko'ramiz. Chunki tijorat summasi nihoyat yuqori bo'lsa-mu, bu yerda bir tampongsizlik bor. Eee İkili taraf bu ticaretini devam qilishni xohlaydi va issiq urushga kirishib qolmaslikni xohlaydi. Chunki ikkilisi atom nemisiga ega davlatlar va parallel holda bundan ikki cho'ng kuchninki bir urushga kirishib qolishi dunyoviy xarakterli cho'ng bir silkinishni va ikkili tarafning vayron bo'lishiga boshlab boradigan bir manzilli natijaga olib boradi. Shunga bular amal va ikkilisining eng xohlaydigan narsa nima degan chog'i munosabatlarning kontrol qilingan ostida bir muqimlikni xohlaydi bular yani. Bu Hmm. muqimlik orqali bular o'zaro raqibligini, munosabatini davom qilish orqali ya'ni asimetrik holatdagi bir jidallarni qilishi mumkin. Ya'ni vositalik holatda to'qinishlarga kirishi mumkin. Boshqa udul-mudul emas, boshqa davlatlarni silish orqali nimalarga kirish mumkin, urushlarga kirish mumkin-ku. Şoň bular anaqy amal we kontrol qilishni xohlagan holatda tijoratini davom qilsa ve paralel alda raqiblik münasibetini davom qilsa deydigan bundan bir münasibet var. Endi Tayvan bu ikili tarapninki nihoyatda ahamiyat berilgan bir rayon. Amerika'nın menfaati üçün Amerika bu Tayvanninki geostrategik ahamiyeti nihoyat muhim. Texnologiyalik jihatdami masalan nima muhimlik var? Dünyanınki en çoğun çip özek ishlab chiqaruvchi bir o'rin. Bu faqat Amerika uchun emas, butun dunyo uchun chip ishlab chiqarishning bir markaziy bazasi bu yer. Andan keyin Xitoyni kontrol qilishdimi, bu yerda nihoyat muhim bir o'rin, ahamiyati va buni bexatarlik tarafdami. Endi Xitoy uchunmi, masalan, dengizdan eshib okeanga ichadigan cho'ng davlat bo'lish uchunmi Tayvanni elishi kerak. Tayvanni olgandan keyin Xitoyning dengizga, okeanga ichilish nimasi texmi kengraydichu masalan. Endi bu endi talashish nuqtasi, ammo ikkili taraf bu muqimlikni xohlaydigan bo'lg'achqa amal va bu yerdagi Tayvan masalasini anaqa bak yuqori ko'tarib o'tmay amal va tuvan tutishga tirishdi. Trampmu masalan anaqa Tayvanga qurol sotishni to'xtatdik, unda bunda dedi degandek anaqa qiziq nimaga kirmay o'tib ketdi. Amaliyotda Tayvanga qurol sotishni davom qiladi, chunki Tayvanni ketkazib qo'yish olmay degandek. Amerika'ni bu Sharqiy Indo-Pasifik rayonidan butunlay ishtirib chiqarib o'tadi. Bunda bir ishtirib chiqarib o'tgan Amerika o'zining dunyoga hokimdorlik kuchini yo'qotib qo'yadigan gap endi-ku. Hmm. Şoňa ikkisining münasibati jig'inchaqligында nima bor? Ya'ni ziddiyatmi bor, kesishadigan manfaatmi bor, tepishadiganmi manfaatlar bor, ammo ikkilisi yana Trump nima Shi Jinpingning degan bir gapi bor edi. Tusididiz tuzuqi deydiganchu. Hmm. O'sha bir raqobatga kirgilik bu yerda. Endi Xitoy tarafı signalni berdi, ammo bu urushga kirmay buni chiroyli hal qilsak deydigan bir ogohlantirish signalini berdi. Amerika tarafı bu urushga kirishni xohlamaydi bevosita to'qinishga, ammo boshqa vositalik holatda buni davom qilishni xohlaydi. Endi bu chog'da nima bo'ldi degan chog'da ikkili taraf bir vositalik o'ynaydigan o'yinlarni o'ynashi mumkin. Masalan, Xitoy Eronning orqaga o'tib yoki bo'lmasa boshqa yerlarda Shimoliy Koreyani qo'llash orqali Amerikani ojizlashtirishga, tahdid solishga nima qilish mumkin? Amerikami Tibet kartini, Tayvan kartini, Sharq Turkistonning kartini o'ynashi mumkin buningki oldimizgi kunlardachu. Hmm. Endi bu o'zgarishlar nihoyatda tez bo'lyotidi iliqi dunyoning nimasi, ammo Hmm. ikki cho'ng kuch amal va yig'inchoqlaganda issiq bir to'qinishga, urushga kirib qolmaslikqa tirishyotidi ya'ni. Xitoy bilan Rossiya e'lon qilgan ko'p qutbli dunyo bayonoti Amerika boshchiligidagi xalqaro tartibga qandoq bir siyosiy signal berdi? Xalqaro tartib va sistema qarasak, bu Amerika Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yevropa Ittifoqi bilan birlikda o'zining qimmat qarashi nimani asos qilgan holatda dunyoning siyosiy, iqtisodiy, askariy nimasini qurgandi. Ammo
Bugungi nimada qalsa bu tartiblarning hammasi nurg'un yerlarda ishlamayyotidu, qimmat qarashlarini nimasiga ergashganlar ozayib ketyaptidu, yani ta'sir kuchi ozayyaptidu G'arb dunyosininkichi Amerika boshchiligidagi. Yani bu eriyotgan bir sistemni ko'ryapmiz. Hamda bu yerda masalan, ma qatimqi nimada Amerika, Xitoy bilan Rossiya birlikda biz agarda dunyo tartibi nimasiga yetakchilik qilsak, texno demokratik, texmi yaxshi bo'ldi deyapti. Amaliyotda Hmm. bularning qo'ygan bir nemisi yo'q edi. Udul bir manda şekildeki sistem qurimiz degan yo'q. Ammo bular o'zining Amerika va G'arb dunyosiniki bo'lgan qarshilik ko'rishini daq paketlab, daq go'zal shaklda dunyoga o'zining iliqi ko'rishining, G'arb dunyosi bo'lgan ko'rishining haqliq ekanligini sunyotidi bularchi masalan. Hmm. Mala dunyoning sistemasini buzyotidi, biz bo'lsak dunyoni texim go'zal shaklga keltirgan bir narsa bilan chiqimiz deydigan manda bir narsa o'ttirib qo'yotidi. Ammo amaliyotda bularni o'ttirib qo'ygan bir rasmiy sistemasi yo'q. Manda Hmm. shaklda bo'ldi, manda holatda bo'ludi deydigan uchun. Ammo ikkili tarafning o'rtaq nimasida bu yerda o'rtaq tahdid va u bo'lsin nima deganda Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosi. Hem Xitoyga hem Rossiyaga bular bir tahdid shakllantirilgan. Ammo bular bu sebepten nurg'un jihatlarda o'zlarining bir-birisiga ishonmaydigan manfaat to'qinishlari, tarixiy nimalar bor ishonmasliklar bularniki Rossiya Xitoy munosabatida bu cho'nqur yildiz tatgan bir narsa endi. Munosabatidami bir igizpeslik munosabat bor, akfika munosabatligi bir tamponsizlashgan bir nimaga ketyapti masalan. Rossiya Hmm. Xitoyga nihoyat egri beqinib qilib. Hmm. Masalan bu yerda qarasak Rossiya 42 moddalik nima tuzatdi masalan, nurg'un ammo eng muhim deb qaragan Sibiriya 2 liniyasining to'xtamini tuzalmaglik. Hmm. İmzalamaqlıq. Amma qılımız dep vəd berýärdik, bunu əməliyyələşdirişdən qədəmi besilmaqlıq. Əmine Xitay bütünlәй energiya cəhətdə Rusiyaga bək jiq beqinib qilishni xalamaýdyganlygyny körsütüp durdy. Çünki ikkisinikimi münasibətinin yıldızı qarsak, özara bir-birisiga işinməslik, tarihi düşmənlik və eniqsiz bolğan çegralar meselesi var. Rusiya tərəfdəmi məsələn qarsak, Rusiyamı Xitayning nimasiga endish qiladigan uzun mezgilde Rus tədqiqatçıları mı Xitayning tədqiqatçıları. Xitayni eng cho'ng kelgusidagi Rossiya uchun tahdid deb ko'rdik. Ammo bularni bugungi yer shariviy geopolitik holat bu ikkisini majburiy bir yerga kelib qo'yyapti-da. U bo'lsin nima deganda Amerika va Yevropaning boshchiligidagi tahdidi. Bu sababdan bular endi bir yangi dunyo quramiz degan shuar bilan endi dunyoga nima sunyapti deydi. Biz qilsak asta manda bo'ladi deydiganchu. Hmm. Xalqaro kuzatuvchilarning qarashidami Xitoy Rossiya munosabatining to'liq ittifoqdoshlik emas, balki manfaat asosidagi hamkorlik deb qaraldi ekan. Sizce buning sababi nimada? To'g'ri degani, chunki bular nurg'un jihatda hamkorlik kuchayyotidu. Texnologiyadan tortib pul muomalasi, tijorati, nemisi hozir pek yuqori nimaga bor deylik. Tarixdan buyon eng yuqori munosabat bor. Ammo Rossiya Xitoy uchun eee, nima boyliqi tijorat jihatda pek yuqori nima salmoqni egallab ketmaydi. Ammo Xitoy Rossiyaningki tijorat nimasining 1/3 egallaydigan holatga keldi. Masalan, Rossiyaning bozoriga kirdi. Bozor monopolligini egalladi masalanchi, texnologiyalik jihatda bugungi Ukraina urushdimi Xitoy iljiq qo'llayotdi. Agar Xitoyning iqtisodiy yordami, tijorat nimasi bo'lmasa, bugun urushni davom qilolmaydi. Endi bu yerdagi ishonmaslikninki bu uzunga bormaslikninki sabablari birisi tarixiy bir düşmanlik, ikki taraf bir-birisidan gumon qilinadigan, andan keyin aniqsiz bo'lingan va qaytirib elinmagan Xitoylarning nazaridagi qaytirib elinmagan chegara nimasi bor, zaminlari bor. Masalan, Xitoy Rossiyadan olamiz degan. Andan keyin Xitoyninki bu ko'chmanlarninki izchil Sibiriya tarafga besib kirib, bu yerda Xitoy nüfusining ziyoda eshib ketishimi Rossiya tadqiqotchilari va siyosatchilar tarafidan bir tahdid deb qaralyotidi masalanchi. Andan keyin rayonluq masalalar va ham Kavkaz rayoniga, ham O'rta Osiyo rayoniga Xitoy ta'sirining eshishi kuchaylik. Masalan, bu 5 ayning 5-ida Tojikiston prezidenti kelib ziyorat qilib ketdi 3 kunlikchi xabaringiz bo'lganda. Hmm. Bu yerda 80 türlük yaqin bir imzolarni nim qildi. Nurg'un narsalarni imzoladı. Paralel holda masalan ikkisininki mangulik do'stlik shartnomasini imzoladı. Hmm. Lekin askeriy va xavfsizlik jihatdan bu ikkisi nihoyat cho'ng bir hamkorlik nimasini tuzdi. Andan keyin
Hazır Tacikistan'ın çegara qoğdaydigan bexatarlik aparatlary, saqçı hərbi nimisinin bütün təminatını Xitay təminləydiganlığı vədə beribdi məsələn üçün. Hmm. Endi Tacikistan Xitayning nimisi var məsələn, Rusiyanınki əskeri bazası var. O'rta Asiyoni Rossiya o'zining oqibay bog'chisi deb qaraydi. Bu yerda bu O'rta Osiyodagi Xitoyning ta'sirining kuchayishi bu Rossiyanimi beram qilayotgan narsa. Ammo Rossiya majbur bo'lg'achqa bu yerda Xitoy bilan ochiq to'qinishga kirmayapti, ishlab turyapti-da. Degandek tarixiy munosabatlar, chegara masalalari, bu hozirgi O'rta Osiyo rayonidagi, Kavkaz rayonidagi Xitoyning nima ta'sirining oshishi, bu narsalar kelgusidagi bu munosabatlarning buzilishiga sababchi bo'lgan omillarniki birisi hamdichu. Hmm. Hani bu yerda yana bir rol o'ynaydigan omil u bo'lsin nima deganda, Yevropaning va Xitoyning, Yevropaning va Amerikaning Rossiya bilan bo'lgan munosabatni normallashtirib, birlikda Xitoyga sap tuta olamdi, tutolmamdi. Hmm. Endi bu bir hal qilg'uchi omil masalanchu. Chunki buni jiq qatim Amerikaningki cho'ng tadqiqotchilari, mutaxassislari jiq qatim buni o'tirg'u quyuqliq va taklif berig'liq. Ama Amerika buni icra qilamiz deb beliq taz muvaffaqiyatlik bo'lanmidi bu yerdachu. Nicat Bey, siyasi küzətküçülər nima üçün Şərq Türkistandakı zor sanaat və texnik quruluşlarını Xitayning energiya və təminləş zənciri deb qaraydı. Xitay Şərq Türkistanni kelgusidagi yuqori texnika və energiya bazasiga aylandırıyotgan bir paytda rayondagi Uyg'urlarning siyosiy və insoniy taqdiri qanday ta'sirga uchrashi mumkin? Albatta Sharq Turkistonninki Xitoyning bir imperial bir kuch bo'lishda roli favqulodda muhim ahamiyatga ega. Coğrafiyalik jihatdan qarasak mı bu nimaga G'arbiy Türkistan rayoniga, Yevrosiyo rayoniga ichilishda quruqlik, toshyo'l jihatdan bu Sharq Turkiston bir ichilish yo'li. Mudofaa jihatdan qarasaqmi, Sharq Turkistondagi jo'grafiyalik afzalligidan bu rayondan keladigan tahdid tuqqasi bu bir qo'g'dinish markazi. Faqat O'rta Osiyo emas, hatto Hindiston tarafdanmi. Aksay Çin taraftaki müdafaa nimesi mi Xitay üçün bir özellik yaratdı. Hem de enerjiye cihetten mi Şarkı Türkistan'ın enerjisi yani O'rta Asya'nın kildiği energiyadan bu yerda bir özellik var. Hem de yakınki nimelde mesela Şarkı Türkistan'da aşık ishlab chiqarishning nimasining ko'tarilishi, andan keyin bu Taklamakan çölüdeki bu Şarkı Türkistan'daki bu çölliklarninki bu yerdagi energiya manbalarining eshishi bilan Xitoyni bir energiya kuchi bilan ta'minlaydigan bir nimaga bordi-da, masalan, g'oyat zo'r bir ta'minlash nimasigachu, zanjiriga. Endi bu Xitoy bu ta'minlash nimasini ilib dunyoga texmi kuchlangan, texmi holatda maydon o'qiy oladigan bir narsaga kelgilik, holga kelgilikchu. Hmm. Bu yerda nima natija to'g'ri, bu yerda nimaga bordi deganda, bu Sharq Turkistonni texmi voz kechilmas qiladi. Hani yeni bir xalqimizga ham nima foydasi bo'ldi degan chog'da bu yerda texmi foydasi emas, aksincha Sharq Turkiston xalqi texmi jiq xo'rlashlarga, texmi jiq zulmga va texmi qattiqlashgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga yuzlanish bilan yuzlanishga majbur bo'ladigan gap bu yerda. Chunki bu xalqning asli egalari, bu rayonning asli egalari Sharq Turkiston xalqi bo'lganligi uchun. Xitayning Uyg'urlarga qaratgan besim siyosati hamda Yevropa davlatlari tarafidan davlat bexatarligiga tahdid deb qaralishga boshladi. Gollandiya parlamentining Xitoyning chegara halqagan bostirish harakatlariga qarshi 116 ovoz bilan taklif loyihasini ma'qullashi Yevropadagi Uyg'ur da'vosi uchun qanday siyosiy burilish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin va bu Xitoyning xalqarodagi obrazi va diplomatiyasiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Elbette bu casusluk hareketleri nurgulluğun devletlerinki bu devlet istihbarat idarelerinin çıkan dokülatları karşısak bulup mu Avrupa taraftan Xitay en aktif istihbarat hareketi yürgüzüyorken devletlerinki birisi. Rusya'dan karşı. Ama bu yerde bulanın teknoloji nimesi istihbarat hareketleri asaslık teknolojiye o'g'irlash va bu yerdagi o'zlarining nimasi deb qarayotgan, tahdid deb hisoblayotgan Tibet va Sharq Turkiston faoliyatlari tashkilotlardichu. Bularni izchil nim qiliqliq deb bular to'g'riliq uchirish va nim qilishlarni qilib kelgilikda. Ammo bu istihborot organlarining harakat qilish uslubi biroz sabr bilan uzun mezgillik bo'lg'achqa dam olliqqa bu jasuslarni tutmoqliq. Ammo yaqinqi bir 2 yilga qarasak nurg'unlagan davlatlarda Xitoyga ishlagan jasuslarniki tutilayotganligini ko'ryapmiz. Masalan,
Şweysariyada bolsun, dünyanın başqa yerlərində bolsun, bu şərtdən anlaşılamki, Norvegiyada, Germaniyada neçə yerdə Xitayның casusluq tutulğanlıq xəbərini bərdi məsələn, oxşamagan səbəblərdən. Hmm. Şweysariyada məsələn Xitayning ən çoğ nimesi uzun yıl Xitayga işləgən Dilşat işini tutub niməyə aldı məsələn bundan 1 yıl burun. Hmm. Bu umumiy niməni yığınçaqlaganda qarasaq, bu Avropa İttifaqınınki Xitayning casusluq fəaliyyətlərinə burun küzütüş və saxlaş şəkildə pozisiya tutqan bolsa, hazır bunu biraz bir dərəcə yuqarı көтәргән holatda aktiv buningki aldını eliş bir qədəmiga basqanlıq bir nərsəni görüyatımız indi üçün. Hmm. Burunqidekilік uchunu to'plablan bularning harakat qilish torlarini yeyish bilanla to'xtab qolmay, bularniki muhim bo'lgan kanallarni va bu odamlarni tutish orqali bularning harakat qilish jasuslik faoliyatlarining faoliyatlashtirish va kuchini ozlashtirgan bir holatni ko'ryapmiz. Bu bir yaxshi boshlanish. Endi Sharq Turkistonliklarmi bundaq bir afzal bir fursatdan yaxshi foydalanib, bu Gollandiyadagi qarincimiz Abdurim G'ani Hmm. qilgandagidek buni bu afzal sharoitlardan foydalanib, buni qonunga o'rinlashtirish va qonun chiqarishdek bunday sharoitlarni qila olishi favqulodda taqdirlashga tegishli bir qadam. Ya'ni bulangan vaziyatdan foydalanib, amaliy bir natijaga ulaştıra oladi degan uchun buni apara oladi. Hmm. Bu bir alqıslashga tegishli bir qadam. Başqa dövlətlərdəki qarindoshlar o'zlariga uchragan bu tahdidni davlat istixborot organlariga ma'lum qilish va bu yerdagi siyosatchilarga buni anglatish orqali bu bizga kelayotgan tahdidning faqatla biz uchun emas, bu davlatlar uchunmi, ularning davlat apparatlari va davlatiningki demokratik davlat sistemasigami bir tahdid ekanligini tushuntirish orqali mushtaq yaxshi olqishlashga tegishli qonunlarning chiqishi va o'zimizning huquqni qo'g'daydigan qonunlarning chiqishi favqulodda muhim deb qarayman bu yerda. Abdurim G'anining voqeasida ko'rilgandek Uyg'ur faoliyatchilariga qaratilgan qo'rqitish va zo'ravonlikqa qarshi g'arb davlatlari sizcha qandaq amaliy qadamlarni besishi mumkin oldimizgi kunlarda? Elbette bu hazır yaxshi bir qadamlar, qonunlarning chiqishi, huquqlarning qo'g'dalishi yaxshi bir qadam. Buningdek bu Xitoy bilan bo'lgan bu g'arb davlatlarining munosabatlarining yiriklishiga va manfaat to'qinishlarining eshishiga ergishib, bu qadamlar texmi jiq tezlanishi mumkin. Qarasak, Rossiya bilanmi bo'lgan munosabatda bu Ukraina urushidan keyin mayli Shvetsiya bo'lsin, dunyoning boshqa yerlaridagi Rossiyaninki tashqi istixborot harakatida jiqlim cheklimliklar va jiq tutishlar bo'ldi. Nurg'unlagan bularning chet elda harakat qilayotgan nurg'un istixborot xodimlarini qo'lga ilib Rossiyaga avatgan yoki bo'lmasa imkon cheklagan harakatlar bo'ldi. Chunki bular bu yerlarda erkin uchirish orqali nurg'un bu g'arb davlatlarining kimsiga ziyon bergan. Endi Xitoynikimi nimasida bunday narsalar texmi jiq tutilishi mumkin. Chunki Xitoy Rossiyadan qarsilamki aktiv bir harakat qilayotgan davlatning birisi. Endi Hmm. buningdan bu torlar jiq kesilishi mumkin, jiq tutilishi mumkin. Endi masala biz buningga moslashgan holatda o'zimizga kelayotgan tahdidlarni bu shu yerlik istixborot organlarining shuna qabul qiladigan o'rinlar bilan aloqa qilish orqali o'zimizning haqqini qo'g'dab nima qilgan chog'da bu davlatlarniki qonun chiqarishiga Xitoyga qarshi harakat qilishiga sharoitni moslashib bersak yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ama biz maslashmasak bularningmi davlatlarninkimi o'rinlarningmi alolaydigan, uchur alolaydigan harakat qilishimizni belgilik cheklik doirada. Ama bizning moslashishimiz va bizga kelgan tahdidlarni qo'rqmay ma'lum qilib, bu Xitoyning qilayotgan o'yinlarini ichib berish va matbuotlarga yeyish orqali buni qilib bersak, bu davlatlarning Xitoyga qarshi Xitoyning qonunsiz istixborot faoliyatlarini cheklashiga bir fursatlarni yaratib bergan bo'lamiz va o'zimizning huquqini, bexatarligini, hatto tashkilot faoliyatini qo'g'digan bo'lamiz. Buni faqatla shaxslar emas, tashkilotlarmi buni aktiv harakat qilish kerak. Chunki bu yerda bunday bir narsa bor. Biz bu yerda biz bu yerda axloq, qonunliq puxrasi va qonunliq tashkilotlar shu davlatlarda turayotgani uchun Hmm. Xitoyning bu yerdagi josuslik harakatlari bular qonunsiz. Ya'ni Xitoylar qonunsiz bo'lg'achqa bu yerda nihoyat ehtiyot qilg'achqa biz o'zimizning haqli ekanligimizni, qonunli ekanligimizni, afzal sharoitimiz borligini tushungan holatda harakat qilishimiz va o'zimizning haqqini qo'g'dishimiz kerak.
Rahmet sizga Nijat Beg. Vaqt münasebeti bilan bugungi suhbatimizni bu yerda oxirlashtiramiz. Qimmatli ko'z qarash, fikrlaringizni radio anglovchilarimiz bilan o'rtoqlashganligingiz uchun radiomiz va radio anglovchilarimiz nomidan sizga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizga. Men rahmatimni bildirmek istedim. Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü xəbərlərimizdə bir tərəfdən Uyğur məsələsinin xalqara siyasətdə yeni bir qıtım küçlük gün tərtibə aylanğanlığı görülsə, yeni bir tərəfdən Uyğur davasının kişilik hüquq, müstəmləkə, xalqara bexətərlik və coğrafiyalik siyasət qatarlıq texmi köp sahələrə kengayıyotqanlığı roşan görülməkdə. Vaqt münasibati bilan bu həftəlik xəbərlərimizni müşahidə axırlaşdırırıq. Dünyanın hər qaysı joylaridagi Uyğurlarning ovozi, Vatanımız Şərq Türkistanның təqdiri və xalqımızın hüquq erkinligiga dair mühim xəbər və təhlillər bilan keyinki proqramlarımızda davamlıq sizlər bilan birlikdə bo'lamiz. Anlayatqanlar Azad Şərq Türkistan radiosu xəbərləri. Mən Abdusalam Niyaz Uyğur. Keyinki həftəlik xəbərlərimizdə görüşkəcə aman bulunlar, xeyir xoş.